Shuni kecha olib keldim. Qarang nima bo'lib qolgan. Kecha 1 kilo olib keldim, hammasi shuna qo'yib yotibdi. Buni 8 kun oldin olib keldim, suvni ichiga qo'yib qo'yganman. Qarang qanday turibdi, suvni ichida. Ko'rsatay, mana. Petrushka shivitlaringizni qarang. Petrushka shivitlaringizni shunday qilib qo'ysangiz 45 kungacha sveji turadi. Hech narsa qilmaydi. Qarang. Biberiyani qo'ydim, avval ham qo'ygandim. 45 kungacha hech narsa qilmaydi. Sveji turadi. Qizlar, buni qilib ko'ring. O'zi hamma shunday qilsa kerak, yanada aytib qo'yaman. Qarang buni. Sindirib rezinka bo'lib qolgan. Endi buni qarang. Ko'rdingizmi? Bismillahirrohmanirrohim. O'zi yeb ko'rsan bilinadi. Sabzi bilan bodringni suvni ichiga qo'ying. Nech kun bo'lsa ham turaveradi. Petrushka shivitlarda shuni ichiga qo'ying. Yap yangi turadi. Bu foydaligini hammaga yuborib qo'yish unutmang.